ma'lum bir shirkatda ishlaydi. Gülzar Malik, hoş geldiniz. Alqışlıq psixika məsləhətçisi buradarınız Ali. Hoş geldiniz Ali. Birinci numurluq qiz mehmon Rashida, 30 yosh, yurti Qashqar shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida bir tikkuchilik korxonasida ishlaydi. Ikkinchi numurluq qiz mehmon Maryam, 24 yosh, yurti Xotan shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchi shahrida ma'lum bir shirkatda ishlaydi. Uchinchi numurluq qiz mehmon Raila, 23 yosh, yurti Xotan shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 4 numurluq qiz mehmon Muborak, 24 yosh, yurti Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri jalliq, xushchaqchaq. Hozir igilik tiklash uchun tirishchanlik ko'rsatyapti. 1 numurluq o'g'il mehmon Murat, 24 yosh, yurti Aqsu shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 2 numurluq o'g'il mehmon Alijan, 25 yosh, yurti Qashqar shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir o'z oldiga to'y film ishlash markazi ochadi. 3 numurluq o'g'il mehmon Ablikim, 25 yosh, yurti Xotan shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida uy mulk shirkatida ishlaydi. 4 numurluq o'g'il mehmon Zulal, 23 yosh, yurti Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir ma'lum bir shirkatda ishlaydi. O'zimizning ishni boshlab ketaylikmi? Birinchi bosqich tunji uchrashish. Tunji uchrashishni qo'ldan bermanglar yigitlar. Balkim hayotinglardagi burilish nuqtasi mushadan boshlanib qolishi mumkin. Kim chiqadi? Shu xotellik fikam chiqadi ekanda. Chekda atamsiz, inim o'z ixtiyoringiz bo'yicha bir qizni chaqiramsiz. Chekda atib boqing. Birinchi numur. Rashida. İsmingiz? İsmim Rashida. Sizning Ablikim. O'zim Xotan shahridan. Hozir men Urumchida Fangjichanda ishlaylik uy mulkda. Qashqar shahridan. Urumchida ota-onam bilan turman. Odatda men qandaroq kinoni yaxshi ko'rsa? Ha? Qandaroq kino? Kino. Men qo'rqinch kinolarni yaxshi ko'raman. Qo'rqinch kino. Nima ishlarni yaxshi ko'rsa, masalan, bozor cho'g'ilashni masalan. Qanday ishlarni yaxshi ko'rasiz? Qanday? Mesela bozor aylanish yaxshi ko'ramsiz? Ha, bozor aylanish yaxshi ko'raman. Men sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Uy hayvonlardan qandayini boqishni yaxshi ko'rsa? Uy hayvonlari, qush masalan, qushni. Kichiklar yaxshi ko'raman. Yana mushukni yaxshi ko'raman. Deydim. Siz qandayroq qizlarni yaxshi ko'rasiz? Masalan, o'zingizdan Menimcha uchiq yo'q bo'lsa, oq ko'ngil bo'lsa, unda boshqa ortiq talabim yo'q. Necha yosh kirdingiz? Hozir 25. Masalan, o'zingizdan cho'ngroq bo'lib qanday qaraysiz? Siz tanlamoq cho'g'an qiz. Mendan shu 2 yosh yoshcha kichik bo'lsa. Savolim tugdi. İşkanlardan tunji uchrashishidagi suhbat shuncha tez oxirlashdi ya. Chunki Rashida Ablikim inimizdan azroq cho'ng keldi. Shunga Rashida udullam yosh masalasini so'rgan bo'lishi mumkin. Endi bu real masala. Qizlarning yeshining o'g'illardan cho'ng bo'lishi qoida o'g'illarga hech qancha gap bo'lmasa-mu, qizlarga nisbatan besim paydo qilib qo'yishi mumkin. Shunga biz suhbatlarimizni davomlashtiraylik. Qolgan qiz yigitlarmi bu qitimqi tunji uchrashish fursatini qo'ldan bermanglar. Men shu 4 numurliqdan savol so'rab baqsam deyman. So'rang. İsmingiz? İsmim Muborak. Sizning qiziqishingiz-chu? Mening qiziqishim odatda uyda o'tirib kino ko'rib, bozor chiqib cheklash. Qanday tipdagi kinolar gamroq? Men yilqi odam yig'latmaydigan, pek qo'rqitmaydigan, normal kinolarni yaxshi ko'raman. Tushungan qilmayman. Sizning boshqacha qiziqishingiz bormi ya? Boshqacha. Aniq top o'ynaydigan, sayohat qiladigan, chiniqadigan degandek. Sayohat qiladigan qiziqishlar bor endi. Hamma odamning uya bu yana chiqib ko'rgisi kelmasmi? Shunga. Sizning qaysi shaharga hammadan bag'ingiz bor? Men chet el olsun yo ishqir olsun. Shahar tanlamayman, bos berib ko'rib kelgan yaxshi. Ha, pul rahmat. Arzmaydi. Alijon. 2 numurluq qiz. Siz odatda nima kasb bilan shug'ullanasiz? Mening o'zimning o'qigan kasbi qonun, lekin men hozircha bir kasb bilan shug'ullanmayapman. O'zim shu hisobda
o'zimning qiziqish bo'yicha laylash kasb bilan shug'ullanyapman. Asosan menikilar o'qishib ketadigan. Sizning kasbingiz laylashmi? Mening kasbim ilallaylash, film kirishtirish. Bo'ldi. Rost haqiqatan yaqin kelib qoldi ekan-a? Mendan so'raydigan savolingiz bormi? Men so'raman. So'ringiz bo'lsa so'rang, so'rab bo'lsangiz so'ray. Siz odatda qanday o'g'illarni yoqtirsiz? Masalan, bo'yturuq jihatdan semizmi, o'ruqmi? Buningda mening o'g'illarning ilqi taqturqi jihatda unda bek o'ruq bo'sti, igiz bo'sti, ondan bodakroq bo'sti deydigan unda talpim yo'q. Faqat ilqi paranglashgan vaqtda bir yer kelganda tunch bu beralaydigan, ilqi bexatarlik tuyg'usi beralaydigan. Ondan illiqlik yetkazoladigan, ilqi endi tug'anda mehr his qilalaydigan odamlar. Masalan, qaysi jihatdagi bexatarlik tuyg'usi demoqchisiz? Har qaysi jihatdagi. Masalan, qizlarning ilqi bexatarlik jihatdagi, ilqi eng ehtiyojli bexatarlik jihatdagi tuyg'u qaysi jihatda deganda, hissiyot jihatdagi. Masalan, ilqi qanday deymiz deganda, siz bilan masalan ilqi bir 2 kun aloqalashma ya bo'lmasa uzun mezgil xizmat sababli aloqalashmay o'takasizmi? Ilqi sizni bir xil ilqi boshqa ishlarni qilmayotidi-ku bu. Deydigan ilqi mutlaq sizningki shu ilqi boshqa ishlar bilan shug'ullanib qolmaydigan shu ilqi bir xil ishonch tuyg'usi beralaydigan shu jihatdagi bexatarlik tuyg'usi. Demak, siz menga ishonch tuyg'usi ato qilsa, men kuyinsa demoqchiman. Asosan shunaqa. Sizdan bir savol so'rab baqsam. Qani so'rang. Masalan, odatda qizlarning ilqi qaysi qiliqlari yoki qaysi ish harakatlari sizda ilqi bir xil aksiya ta'sir hosil qilib qo'ydi. Qaysi jihatdan demoqchiman ya? Qaysi jihatdan bo'lsa, chiqib shu ilqi sizning qizlarga nisbatan ilqi bir xil rahat bo'lmagan tuyg'u endi ilqi siz bir xil aksiya ta'sir berib qo'ydigan. Bunda bek ko'zim kirib olmay, jo odatda ilqi ko'zi kirib olganlar borku. Ilqi menda ixtiyori qo'yib bersa deyman. Ilqi bek menda hemishim aralashib olgan qizlarni yoqtirmayman. Bo'ldi, rahmat. Tunji uchrashdagi savol javoblar o'zaro tushunish bosqichlari muvaffaqiyatli bo'lyapti. Xo'sh, eng oxirgi savol, ya'ni tunji uchrashdagi qiz yigitlar qo'yilgan eng oxirgi savol. Yigitlar 2 o'g'il bola ixtiyor qilib javob bersa bo'ladi. Qizlardan mu 2 qiz ixtiyor qilib javob bersa bo'ladi. Yigitlarga savol. Kelgusi jo'ringiz o'zingizdan kuchliroq bo'lib qolsa, har jihatdan sizda besim tuyg'usi bo'lamdi. Qizlarga savol. Kelgusi jo'ringiz har jihatdan sizga yetishmay qolsa, mayli iqtisod, mayli mijoz xarakter jihatdan, aksicha siz uningga ko'proq yordam bera oladigan holatda bo'lsa, arg'inlik his qilamsiz yoki qabul qilamsiz? Meniki shu kelgusidagi juftim mendan kuchli bo'lib qolgan ahvolasida ma'lumot o'zim besim paydo qilib qo'yman. Hamda besim paydo bo'lishi menimcha o'g'anda aniqlan bo'ldi, chunki hamda u ish kelanliqi turmushda bir-birimizni yaxshi o'tab ketayotgan bir juftlar bir-birimizni to'lqab o'tamiz, lekin raqobatchi emas, lekin u bizning juftimiz bo'lgandan bizning kuchli bo'lib ketgan ahvolasida hamda shaxsan men o'zimni aytsam, cho'qim tirishib ya bu bir bo'lib qolsa shu mening juftim bilan tang holatda yetishga tirishiman, bir bo'lib qolsa eshib ketishga texnik tirishman. Masalanga juftimningki mendan yuqori yog'masa, meni ustimda turib qolsa, men cho'qim besim keldi hamda. Muqarrar hamda u ish. Hamda keyincha o'zimga kuchiga tayinib yog'masa, juftimning kuchiga tayinmay turib, asosida shu juftimningki oldiga chiqishni tirishiman. Bo'lmay qolsa o'zimga bir xil shingli yali bo'lib qoldi. Yog'masa zibigan bo'lib qolmay o'zimga. Menchi bo'lganda bayamqi savolga nisbatan men ilqi mening yana bir juftimning masalan ilqi qisqa muddatlik mayli iqtisod jihati bo'lsin, mayli kasb jihati bo'lsin, uchirgan o'ngsizliklarga men yordam bermam, ilqi bir xil menga tayinib oldiga deydigan tuyg'u bo'lmaydi. Lekin u ilqi uning ehtiyarida bir xil uzoq muddatlik shu bag'u, shu pul topa oladi-ku.
Anda men faqat tilqi shuning yindi turib qo'llab bersamlar bo'ldi deydigan iddia bo'lib qolsa men qabul qilolmayman. Masalan, hozir ashtachiq o'g'illarning ashta deb qo'ydi-ku, hozir Lin Xo'ning ballari bir futbolni tapsaq, anda bizni baxsa deydigan. Agar unda bo'lib qolsa, men uni yaxshi ko'rmayman, chunki men oilada xo'jayin bo'lishni yaxshi ko'rmayman. Men oilada bir xo'jayinning ayoli bo'lib yashashni yaxshi ko'raman, lekin o'zim xo'jayin bo'lib, bir oilaga bosh bo'lishni men yaxshi ko'rmayman. Maryamning har qitimqi gapi odamga bek ta'sir qiladi-a? Rahmat singlim. Muborak. Endi men bo'lsam qabul qilolmayman. Chunki men degan aytib qolsam men rohat ko'ramanki, mush meni bir beqib qo'yamiki, men hamda aytgankin yana bir o'yinning odisidan chiqar emasmi? Men o erni bir kun boqma, 2 kun boqma, bo'pti 10 yil boqay, yana beqiyverdim. Agar bunday qilaversam, ba'zan odamlar baqilqi mayli ham o'g'on bo'lsin endi. Lekin kunab qoldi-ku bunday qishqa. Ay kirsam ba'g'o, on qo'ytab seks qo'y minongo deydiganchu. Hatta unda qilaversa, bu er xotinning nimasi o'zgarib ketadi o'yda. Xuddi bu ayol kishining uydagi roli er kishidan ustun. Nag'adon natudon degan gapni ximjiqlab, "Voy sen kimding, nimadan?" deb ba'zan vaqtlarda ashtaq bo'ldi. Shunga men undaq turmushni qabul qilmayman. Rahmat. Mayli qizlar bo'lsin, mayli o'g'illar bo'lsin, o'zlarining ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ydi. Demak, biz yoshlarning tuyg'usidagi o'zligini, o'zining hayotidagi o'zini yengish tuyg'usini his qilyapmiz. Tirishinglar. Sizlar cho'qim qila olasizlar. Sizlar cho'qim o'zinglardan halqib keta olasizlar. Beshinglarga kelganida sizlar cho'qim taqobil tura olasizlar. Elchidagi tunji uchrashish mishada tamom bo'ldi. Sizlar bir-biringlarga nisbatan tez bo'lsa-mu dastlabki tushunchaga erishdinglar. Endi sizlar yaxshi ko'radigan tomoshabin do'stlarimizmi alohida qiziqib, yaxshi baholarni berib kelayotgan ikkinchi bosqich o'rtaq tunish. Qani, ekran qaranglar. Limonchi deyman, bu qishloqcha qarzini tutgan Pokizanga o'tirasan. Yo'q, qachondir so'raymiz. Ha uyning bahas muvofiq vaqtida mana bir putimni so'zib, men uyamga deb bir o'tiray. Chiqasan. Ma'qul, bakka keldim. Biroq to'xtab turing. Qartini kirib qolibsiz-ku? Bizga deykan tushmaydigan. Qachondan xajildingiz o'pildi? Voy, yo'q, nima qilsam? Qartini chiqmasa qanday bo'ldi? Desham, desham. Ishlatganda to'lamasangiz bo'lmanda uni. Qartizimlikka kirib qolamda. Qanday ishlamda, ishlamamda. Endi bir umr qartizimlikdan chiqolmaysiz. Qanday qilamiz endi? Do'kon ololmaymiz da. Sen bizga bo'lsa mayli, bolamizga bir ta'sir etadi, bolamizga. Qanday ishlamda, ishlamamda. Mushunda o'tdimizmi endi? Og'ini mallar bilan muttaqoqda masjidda tashlab yuribman uni ki tutapanda ben uni og'ingiz bilan o'tdag'adim. Undan bana desangiz olmanda. Bana desangiz men de to'ylab tursam bo'lmanda. Bekorlik degan pul deb to'z xajildingiz da uni. Orada tiqilishni o'ylashmay. Shu sen bilpostdan sap qo'yma deb qanday oldi oxiri? Qartizimni kirdik. Nima chalvoq qilsa to'lvasak bo'lmadimi uni? Sarang, qallingiz ishlamdi, ishlamamdi. Uni to'layotganga qartizimlikdan chiqamda. Qaravotda hammadan astaroq. Yo'q. Endi qanday qilamiz? Meni o'ylab beqinglar. Men bolamiz qanday qildi da'vatimi? Bundan keyin poqayirib deb o'timiz bir umrdan. Mening o'yilishim tushunmi yo'q bo'ldi da endi. Qanday qilaman? Qanday qilsam bu bo'lgan ish bu. Men to'lay, o'zim to'lay. O'zim qashliganda ekan. To'lanasa qartizimlikka chiqib ketganlarda bir umr peshoningizda ketmaydi qartizimlik. Hajib menda yoshirim qila olmaydigansiz shu ishlarni. So'rmadingmi qancha vaqtga inoat asliga deb? Bir kunda asliklmaydi ish qilib bu. Demak oson shundoq. Bundan keyin bolamizni o'qishga qanday qilamiz?
Bu bek real məsələ. Adətdə qarz kartası becirib, kartığı vaxtında pulunu qaytarmagan vaqtda biz bank tərəfdən işənçlik dərəcəsi tövən adamga aylanımız. Keyingi vaqtlarda çoğraq bir işlarni qilmoqchi bo'lsak, albatta qarz bejiramay qolamiz. Balkim qizlarning ishidimi, o'g'illarning ishidimi qarz kartasi bejirib baqqanlar bu xil ehtimollikni bilishi mumkin. Endi bu hikoyani ko'rgandan keyin hammanglarning qanday ko'z qarashda bo'lganliginglarni uqib baqqan ba. Endi arqanda qadamdan bir şey kun tushdi emasmi? Jigirab chiqib haqdan 5 mo'jan pul so'rmoqmi, tasbunda haqda bankas qatidi deb o'ylayman. Lekin shunday ishonchsizlik sababidan, masalan, ashta shinyonslar bo'lib ketgan odamlar bo'lib qolsa, keyin qitimda may tasdiqda yig'ish qozondimi birlik etim ashpishidi degandek. Endi bu odam, bu o'g'on bola ayoldan yushunamda o'g'illar bilan o'tirib u pulni hajlatibdi. Agar shu bola shu vaqtida qiron jinamda ish bo'lgandi, oqshom sal mardligim tutib qopdi, o'zingiz bilasiz, men shunday bir mard bo'ldim. Qopolmay bir maoshimiz chiqqan ma'qulmda nima qaytirib deyli. Anandan keyin men unda qilsam bo'ldi, biz puldigan ish. O ishni demabdi. Shuni bilan endi ayolmi shunday xo'shal oyog'ilma olib chiqandiq. Shuni bilan qarsa ish yo'q. Ankinda kaynadan ajrashib ketib yalayli debdi. Nurg'un ajrashib ketib yog'andan ras bo'lib ketganlar bog'u. Shunaqa aranliq qolgan. Tigidi ezankin oynamsa da yirgan ishlar bo'ldi. Şu an ondan ajrashib o'yamizmi? Kapang bo'lsin, uyang bo'lgan yaxshi degandek, cho'qim bularning uyi bor, kichik bo'lsin-mi? Bu qizimning cho'ngroq uyda o'tag'isi o'xshaydi. Ya o oyunu zulu qilib o'tag'anmi boshdan imkoniyat chiqib bo'ldi-ku. Şu an endi bu qizimning kipidan qarsak kayniga olganda. Yana chidab boqdi kaynigacha. O o'zining nomiga deykan tushmasa, o o'g'on balning balkim qizlar o'zining nomida qilishi mumkin. Lekin bu jihatda menimcha Xalidadan bizga javob bersa eng to'g'ri bo'ldi. Agar o'g'il qartizimlikka kirib ketgan ahvol ostida bu shikaylarning o'ylanish guvohnomasi bor. Qiz o'rtaq mulk asosida uy ilishga qarz pul iltimos qila olamdi. Qila olmaydi. Ayol ikkisi bir uyda bir oila kishilari deb qaraldi. Unda o'g'andikin bir taraf mayli ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin, bir taraf shu bankdan qarz elib qart tizimlik tushib ketgan bo'lsin va yoki boshqalardan ilm berim qilib uni vaqtida bermay qarshi taraf sud mahkamasiga arz qilib sud mahkamasining hukmnomasi chiqqandan keyinmi u pulni qaytarmasa sud mahkamasimi qart tizimlikka kirgizib qo'ydi. Ishonchsiz odam tizimlikka kirgizib qo'ydi. Agar mushtaq qilib qarzni qaytarmasa ishonchsiz odam tizimlikka kirib ketsa bank kartasi to'lib etildi. Aeroplan o'ltiramaydi, Gautiga o'ltiramaydi, mashina setib ololmaydi, uy mulk setib ololmaydi. Bu shu yuqori saviyadagi iste'molning hammasi cheklandi. Hozirgidek mushu o'xshash bir deloda men o'zim bejirib, ikkisi ajrashib ketgan bir delo bor. Qiz dastlabda shu tor sodisi orqali ancha-muncha puli bor. Shuning bilan u bir nayt qamlashgan bir balni yaxshi ko'rib qoldi. O balning basti, kiyinishi shundoq pozor. Buna qarab shu bola menga yaxshi bo'ldi ekan deb. Hozirgi men qizlarning hammasiga bunday qarab baqsam, siz yuvashdak tursiz, qilsam bak yuvashdaydi. Amaliyotda bu qizlar hozir his qilolmaydi. Yuvash odamga tegishning o'zimi bir baxt. Ha deb bugun kiyimni kuniga chiqur kiyim yetkab yuradigan bunda balla bo'lsa, shunday loyiq turmush bo'ldi. Mush ko'rib, mush balmanga bo'ldi ekan deb shuninglar ishkisini shunday yaxshi o'tib o'chaqda qizlar pulni obdan tepatgan ha deb bo'lishi xashlaydi. Bu o'g'ilvalimi? Uni xashlaydi hamda. Mush qizlar bo'ldi ekan, iqtisod sharoitim yaxshi ekan deb shuninglar uydagilar kelib to'yni qilmoqchi bo'ldi. Uydagilar kelganda mo'y opamlar kelmoqchiga qanday qilsiz bir mehmonxonani ep qo'yamsiz desa qizlarim qo'rqmay hamma qil deb inovat kartini surkab mehmonxonalarni elib ish qilib to'yni qildi bular. To'yni qilgandan keyin, yangi to'y qilgandan keyin magazinlarga kirib, har qimmat magazinlarga kirib bu innovativ kartni surkaverdi. 6 oy bo'lmay turib, bular ikkisi innovativ kartni surkab 70 ming atrofida pulni xashlab bo'ldi. Har ikkisining muqim kirimi yo'q, o'simi bilan 80 ming yuan pul bo'ldi. Shuning bilan bankniki uqtirish qildi. Ma pulni qarzni to'langlar deb. Shu qarzni bilgandan keyin, "Voy bu qarz nereden keldi? Nima qarz bu degan, nima qarz bo'ladi?" Atanınız badi mehmonxona hamsiga yotoq nima ichib berdim, to'yni qildik, uni eling, buni eling dedingiz, uni oldik. Magazinga kirsangiz ishtondan bir namaysiz, ishton eling bo'ldi, epray desam 5-6 ishtonni tanlab olasiz. Bu
pufayka desem 5-6'ını alırsınız. Aşnan hemmesi muş inovatli kartadan kelgen degen oğul oldu. Oy desiniz olmamdı bunu. İnovatli kartadan kelgen desiniz olmamdı degen. Hem dedim o sizge bankanın kartası men bir muqim iş qilmasam, menden pul qaynamdı. Deydi şunu ona ikisi bu pulunu tölemeslik bilan anda ajrashish girdavıga bardı. Ahiri uni sot mahkamasi qandaq ayirdi deganda bu qarz ayal ikkisiniki o'rtaq turmush kechirish jarayoni shakllangan qarz bo'lib 80 necha ming yuan puldan yerimini ayol to'laydi, yerimini er to'laydi degan gap. Endi garchi bu karta ayolning kartasi bo'lsa-mu, lekin bir uyga kirganda er ayol ikkisi o'rtaq ishlatgan bo'lg'achqa o'rtaq qarz bo'ldi. Hozirgi mushu epizodda bunday aniq gavdlangan. Adamniki mushu inovativ bütün bir ömür o'zniki kimligiga yezilib mangdi. Mushu nuqtag'imi yoshlar bak diqqat qilsa bo'ldi. Xizmat qildi. Mana endi singillarimiz naq maydonda qonun savodlariga oid amaliy javoblar bilan erishyapsizlar. Demak, inovatli karta masalasimi qandaqdir darhol ehtiyojimizni qondirgan bilan umu hamon qarz. Uni qaytarish kerak. Qarzni qaytarmasa bo'lmaydi. Keyingi vaqtlarda o'zimizning nurg'un cho'ng ishlarga futlik ashang bo'lganida pushaymon oldigan qoch topolmay qolamiz. Ya'ni davomli qarshilarni o'tirib qo'yinglar. Menimcha o'ganda shu har dastlabki vaqtda shu pulni chiqarib ishlatayotgandan keyin shu ishlatib qarz bo'lgan o'z bilgandan keyin ani bir o'yliki o'ziniki jupti amrayib bir turmush kechirib ayol bo'lganlik shuni deyish kerak edi. Hech u vaqt demagan bo'lsa, hech bo'lmaganda o'yliqqa o'zi ko'ngil ayam bo'lgan bankaga kirishdan burun mashina avvaldi deb ayolga chiroq tushuntirib degan bo'lsa, bankaga kirib chiqqandan keyingi ahvol qaraganda sal yaxshiroq bo'ladi deb o'yladim. Demak, kasalni yoshirsang o'lim oshkora degandek, kichik masala cho'nglab ketishning oldini olish uchun dal vaqtida dal qilsa bo'lib ekan deysiz-ku, ha? Ha. Hammanglar mush qarashdimi? O'xshamaydigan qarashdikilar bormi, Maryam? Hikoyani anglab men o'yladimcha, bu tunchi ayolning ilqi degan gapidilam ilqi. Oxir mushkun keldi, oxir bir uy oldigan bo'ldik degan gapidilam. Bu ayolning ilqi to'y qilgandan boshlab yoki ilqi ikkisining muhabbatlashib shu bir uyni tutib, shu kunga kelgichi bo'lgan arliqdiki, bu ayolning ilqi qanchalik umid bağlab, qanchalik umid ichida yashab kelganini bilib bo'ldi. Ondan ilqi masalan kirib, bankaga kirib hal qilam deb buni bo'lmaydi ekan, mustalqi. Inovat darajang tuvallab ketibdi degan gapni anglab bo'lgandan keyin chiqib, bilqi ko'ngildagi butun umid yo'qdan bo'ldi-da, nolga tan bo'ldi. Shuna bo'lsin, ya'ni yo'ldishini bir xil, yana bir amal bor degan gapni anglab, yanlam shuna tizlam burunqi umidlik holatiga qaytib keladi. Bizning odatdagi amaliy turmushlarimizni aytib bekjiq bunda oilalar, masalan, o ayolning turmushi menchalik osmonda kichik bir yulduzga o'xshaydi. Qanchalik cho'lpa yulduzlardek bek chaqnug'isi bor, lekin yo'ldishi qor bulutga o'xshaydi. Shu qor bulut sababli qancha chaqnay degan sirli bulut to'sib, shu mengilqi ya chaqnayolmaydigan, ya bir tizlam o'chib ketolmaydigan qarsi kichik ko'rindi ko'zimizga. Ya bek yo'ruq yanamgan ya yanmay to'xtayamgan. Ashta bir umidli holatda, yana bir umidsiz holatda, bir umidli holatda, yana bir umidsiz holatda ashta kichik yulduzga o'xshatmayman buni aylan. Rahmat Maryam. O'sha Maryamning ifodalash iqtidori yaxshi ekan. Ras ayollar erlarga ishonishini tanlaganda qayta xatolik sodir qilib ko'nglik azor basimi yana bir qitim bo'pti, yana bir qitim bo'pti, oxirgi qitim deb fursat berishni tanlab qoladi. Lekin mas'uliyatsizlik bilan bu ayolni umidsizlantirayversa, xuddi Maryam aytgandek, bu yulduzmi davomli yenib turishni xohlamay qoladi. Balkim nuri o'chidi. Balkim u boshqa bir yerda yenishni xohlab qoladi. Mana shuning o'zi biz xohlamaydigan ochiq ayrilish. Balkim ba'zi erlar buni tashlab etish deb o'ylaydi. Lekin tashlab etishning oldida o'zining shu ayolni qanchalik umidsizlantirganligini balkim hisoblab o'ltirmaydi. Endi buni ta'tirsiz tafakkur qilsak, qisman ayollarimizmi erlarning qayta ishonchisini yerda qo'yib, erlarni mana shunday noumid qo'ydigan ahvollarni Xalidadan ba'zi bir dilo misollarda bizga so'zlab berdi-ku. Shuningdek, turmush ikki odam birlikte davamlaştırdıgan. Her iki adam bir-biriga ishonch berishga tegishlik jarayon. Ma'lum bir kitobda shunday debdi, ayollikni qanday tushunamiz? Ya'ni to'ydan keyingi ayollikni. To'ydan keyingi ayollik birga o'tish, birga yashash, birga qerish. Sizlar bilan birga o'talaydigan. Sizlar bilan
billa xushal turmush kechirishni xohlaydigan, sizlar bilan birga qerishni xohlaydigan jo'r topalaydiganligingizga ishonamiz. Elchi sahnasi buning uchun muhit hozirlaymiz, hamdamda bo'lamiz, turtki bo'lamiz, lekin va'da beramaymiz. Undaq bo'lsa, biz bir naqsha anglab yetamdik. Qani, do'stlar, birga anglaylik. İzlemedim, hoş demeden yarını. Keldemedim, hoş demeden yarını. İzlemedim, hoş demeden yarını. Keldemedim, hoş demeden yarını. Sebepleri orunsuz, kıydaşları köp oldu. Benden kusur tapça, yarının gözü kök oldu. Sebepleri orunsuz, kıydaşları köp oldu. Benden kusur tapça, yarının gözü kök oldu. Yarının gözü kök oldu. İzlemedim, hoş demeden yarını. Keldemedim, hoş demeden yarını. Haç bu der, ondan yaman emezdim. Yer peşini kalk bu der. Yürüdüm o taşamaz, yarını taşlap haç bu der. İzlemedim, hoş demeden yarını. Keldemedim, hoş demeden yarını. 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 Alayda resiplik import mahsulot bizda bor. O'zchat. Ha, yigit qizlar. Halqılık basqıçqa kirdik. Bugun programmamiz nisbatan ig'ir davomlashdi. Chunki ikkinchi bosqichdagi hikoya yoshlarimizni azroq cho'chitdi. Innovatlik kartiga nisbatan yoshlarimiz azaldan xuddi ishlatilib to'liqlab qo'ysam bo'ladigan pul, azroq vaqt o'tsin ishning bo'lmaydigan pul, boshqalardan oriyat olganda yanil banki yaxshimi deb o'ylayotgan holatdan, demak, yig'ilib ağamçı birle tatlısa, ig'ir oqibatning kelib chiqadiganligini uqdi. Turmushda yengiltaklik bilan muomala qilsa, turmushning uni jazolaydiganligini bildi. Shunga ig'ir tiniq bilan davomlashtirdik-da. Lekin bu jarayonda yaxshi yeri qiz yigitlar o'zaro tonish hosil qildinglar. Qarashlaringlarni angladinglar, tushundinglar. Endi biz mush holatda 3-bosqichga kirib ketdik. Qizlar, qoidamiz bo'yicha chiroq saqlash yoki o'chirib o'tish bosqichiga kirdik. Hamanglar o'chirib atdinglarmi? Yigitlarning ko'nglini so'ray.
ikkinchi nomerli qizning chirog'ini yo'rtib paranglashib baqsam. Gap so'zlaringizdan qarasam, balki men mos kelgancho hamma taraflaringiz. Shunga hali kiyimmo men bilan chiqishib bilib mang'alaydigansiz. Shunga sizni tanladim. Agar chirog'ni o'chirib olsangizmi, ummu o'zingizning ixtiyori birga chiqib ketaylik deb tanlagan bo'lsangizmi, ummu o'zingizning tanlashi. Tanlashim hurmat qilasiz. Bo'lsa birga chiqib ketishingizni hurmat qilaman. Sal qaysi tursiz tanlashim hurmat qilasiz yo aytib ketgansiz bormi? Aytib ketgan bor. Ansinimizga tanlasangiz ixtiyoringiz, tanlamasangiz ixtiyoringiz. Chunki u sizning tanlashingiz, uningga men bir narsa deyolmayman. Maryam bak o'ylanayotdi ha? Ay ukam. İxtiyoringiz demayman, o'g'avaldak. Qo'ldan jitlab menga ishining. Men sizni baxtli qilma. İşkilengen vaqtda qanday qilma deganda texmi ishonch bermamsiz. Amaliyot ishkilarning o'rtaqliginglar bor-ku. Loyilash jihatda ishkilarning o'rtaqliginglar bor-ku. Meningcha keyin ishkilar chiqishib qolsanglar ajab emas. Ali, Maryam chiroqni darhol o'chirib etmayotdi. Sizce Maryam nimani o'ylayotdi? Endi Maryam qiz hozir to'qinish bo'layotdi Maryam qizning qalbida. Birsi hamda Alijon o'shadan o'chirib o'tgan chiroqni yondirdi. Yanimshadi bir xil o'zining intilishini, mush qizni o'chib ketib qolganligini kuchliq ifodalayotgan bir holatda bu Maryam Gulning qarshi rad qilish-ku, dastlab rad qilgan. Endi qanday ular shu balni rad qilib etsam, ko'ngli bearam bo'larmi deydigan hissiyatmi bor amaliyotda bu qizda. Shunday bir ishkilnish yoki bo'pti bir tushunib boqaymi deyotdi. Men shu holatda turibdi endi. Qolgan endi Bayatın Xolida xonim degandek Alijonning shu ishkilinayotganda shu qizga texim bir ishonch ba'sa, mushadiki endi ishonch 50 holatga bir ta'sir qilamdiki deyman-ku. Qizlar ma'lum, sizning mushtatda cho'qim Alijonga ham Maryamga yordam qilganingiz bor. Alijonga nim deganingiz bor, Maryamga nim deganingiz bor. Ha, Alijon taxmo cho'nqirlagan holda chin ko'nglingizdagi so'zni so'zlab baqsangiz. Chunki siz Aysha o'rindan mishay kelib chiroqni yondirdingiz. Demak, sizning ko'nglingizda mush qiz bilan bir mo'ngdishib, taxm cho'nqir o'zaro qilyapti. Tushunish asl qilsam degan umidni keldingiz, shundaymi? Bu sizning mush qizni abchib kelsam, cho'nqirroq paranglasam deydigan umidda. Maryam hozir sal ishkilinadi. U sizning taxmo ishonchlik, taxmo chin-chinda ganchingni umid qiladi. Chin hissiyotingizni, haqiqiy bu qizni achib ketadigan, bu qizga bo'lgan janibkorligingizni chiqaring. Andan Maryam, sizchi ko'p ortiq nima o'rtoqchiliginglar bor ekan. Bo'yturg'inglar shunda yaxshi kelishib, maskel kagdaga, chiroy shakl都不错。我觉得你还是要考虑考虑，这么好的一个小伙子不能放过，除非你心里还有别人，但是你还要好好想想，你要吸引他，怎么去真诚的对待他，使他跟着你走，对不对？ Rahmat qizlar ma'lum. Lekin Alijon, meningcha mushtatning o'zida siz Maryamga rahmat aytishingiz kerak. Maryam izchil chiroqni o'chirib etmay hurmatingiz uchun turyapti. Demak, sizga fursat beryapti. Eng yaxshi payt qaysi? Bugun program beshit degandim. Turishish. Hozirning o'zi. Eng oxirida untinsiz harakat bilan ifodaladi. Demak, Alijon tuyg'ularda nurg'un narsalar ko'rajayotdi. Nurg'un gaplarni qilg'isi bor. Lekin xuddi bir narsa besib olgandek, tili samirib ketayotgandek gaplarni deb bo'lmadi. Lekin o'g'ilvalik qiz jasarati bilan Maryamning qo'ldan tortib sahnaga chiqdi. Xo'sh, biz Maryamning hissiyatiga ham ko'ngil bilishimiz kerak. Maryam, mening ulqi chiroqni o'chirib o'tmay saqlab qolishimga birdan bir sabab nima deganda, ulqi
bayam Alican deb o'tdi, masalan, bizning o'xshashligimiz bor-ku deb. Ondan ustozlarimiz deb aytdi, masalan, kasb jihat bo'lsin, bo'y jihatlar bo'lsin, chiroy jihatdan bo'lsin, o'xshib ketgansizlar. Hammalar o'rtaqlik bor-ku deb. Lekin ilqi mening birdan-bir diqqatim tortgan o'rtaq nima deganda Alican bayam kaplan chiroqni yondirib gap so'zlarni devatgandan keyin dedi, ilqi sizning ba'zi fikr qilish jihatlaridagi ortiq o'rtaqligimiz borga o'xshib ketadi deb. Lekin men oldida ilqi so'z qilish, paranglashish jarayonida uni his qilamadim. Balkim endi sal jiddiyleşib qoldi bo'g'ay va balkim to'liq joriy qildiramdi. Men odatda turmushda bo'lmasin yoki do'stlik jihat bo'lmasin, har qanday jihatda ish qilib fikr jihatda, tafakkur jihatda mendan ustunroq o'rin turadigan yoki bo'lmasa men bilan o'xshash holatda tafakkur qila oladigan odamlarni bekroq yaxshi ko'raman. Maryam, hadingiz bo'lish sifatimda ikki ig'iz gap qilaymi? Mayli Xaldadam, mayli Gulzar Ma'lum, mayli Ali, Alijan uchun gap qilgani yo'q. Har ishkanlar uchun so'zlayotdi. Endi sizmi Alijan qo'lingizdan tortib mishaga chiqqanda chiqdingiz. Meningcha fursat berib beqing. Bu qandaqdir bu qitimliq tushib ketish, mangulik tushib ketish va yoki cho'qim ishkanlarninki to'y qilishdan derak bermaydi. O'g'illar odatda o'zi yoqtirgan, o'zi qiziqqan qizlarning oldida bak gapdan bo'lmaydi. Mushu Maryam qizning psixik yeshi deb aytganda, Alijanning psixik yeshi Maryam qizning psixik yeshidan kichikroq. Buni endi e'tirof qilish to'g'ri keldi. Ham bu Maryam qizmi shuni his qiliqliq psixik yeshining azroq kichikligini bilib turibdi. Unda bo'lgandan keyin boshqa jihatdan shundoq emas keldi. Ammo Maryam qizning jing taqqid o'ylagan yerdan chiqmag'achqa shikillanib qoldi. Endi bu qizning ustiga aldirab boshqalarning ko'ngliga mundaq zarb beradigan, ko'ngil ayaydigan tipga kirdi. Unda olgandan keyin bu sahnaga chiqib 50 bo'lib kelyapti hamda. Qag'ini hamda biz deydigan deb bo'ldik. Bulg'a ishlam bo'lib bo'ldi. Endi mush Maryam qiz qolgan qarorini chiqarsa, ya mishada chiroyli so'q salomlar bilan chiqib ketdi yoki chiroyli takalluf bilan o'z yo'liga qaytsa, bo'laverdi. Cho'nsh yo'q. Shundoq. Cho'nsh yo'q. Maryam, hammamiz sizning oxirgi qaroringizni qarayapmiz. Oxirgi qaror 22 449 133 64 760 382. Oxirgi qarorim sahnadan umidli holatda chiqib ketsin. Fursat beray. Birga chiqib ketamsiz? Hammamizni xush qildingiz singlim. Qani. Men shuni umid qilgandim Maryam. Biri fikrimiz yerdan qarmoqmi bo'yi shundaq egiz o'zimni aytib qamlashgancha, ugan bek qamlashgan ekan. Bo'yinglarmi shundaq maskelga men shunda bir tanlab baqsga degandim, naytdi yaxshi men xush bo'ldim shaxsan sizlar uchun. Agar mijozinglar kelishib to'y qilib qolsanglar, to'yinglarga men chaqirishni unutib qolmanglar. Muborak bo'lsin. Mayli natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Maryamning Alijonga fursat berganining o'zi yaxshi ish bo'ldi. Maryam aqlli qiz, Alijonmi o'zini tutib olgan kamtar yigit. Endi ishkinglar bundan keyingi qadamlarda qolgan qarorni chiqaringlar. Ko'ngil so'g'itimizni qabul qilib tushinglar. Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan yuqori qo'yiqlikdagi aqsil bilan Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklik shirkatimiz ta'minlagan to'yliq oltin uzuk. Qani qabul qilinglar. Endi hozircha bu gapni deyishim sal baldirdak turdi. Lekin aytmasam bo'lmaydi. Chunki hayot mo'jizalarga to'lgan. Kutilmagan xo'shalliklarni biz davomli uchirtib turamiz. O'ylamagan ishlarmi turmushimizda yuz berib turadi. Navoda ishkanlar haqiqatan chiqish fikringlar bir yerdan kelib, bir-biringlardan huzurlanib, to'y qasriga ulasha olsanglar, undaqda Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklik shirkati ishkanlarning Shirinay safaringlarning barliq chiqimini o'z ustiga oladi. Ali bo'lsa o'zi ishlab chiqargan Kiki marketingdagi kayfiyat rivojlashtirish tabletini so'q qilish rahmat ishkanlarga. Rahmat. Xayramsa, aman bo'linglar. Arzuyinglarga yetinglar, ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Ma'qul, sizga rahmat Mayra. Yaxshimsizlar, ko'pchilik mening elchi programmamizga qatnashishga maqsadim bo'lsa, o'zimga mos keladigan bir loyiqni epchib ketmoqchi edim. Bugun sahnada menga mos keladigan qiz uchirganlik sababidan sahnadan
birga qo'l tutishib ayrildik. Elchi programmasiga ko'pdan ko'p rahmat. Mush fursatdan foydalanib elchi programmasiga rahmatini bildirman hamda mushta ilqi o'z jufti izlanayotgan, mushta loyiq izlayotgan yoshlarımızning mush elchi programmasiga kelib qatnashib beqishni tavsiya qilaman. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz sizlar? Mush elchi programmasiga kirib qanday bir ta'sirli bo'ldingiz? Elchi programmasimizni ko'rayotganda xilib qoldi. Hammasini yaxshi ko'ramiz. Buningda shu bir qizning va bir yigitningki o'ziga loyiq tanlashlar emas. Buningda nurg'ulg'an psixologiyatdan bo'lsin, qonun jihatdan bo'lsin, turmushimizdagi ushaq ishlarni hal qilish to'g'risida bizga jiq yordam bo'ldi endi. Buningda programmada ko'rishdiki, uningki qiziqarli o'zgartirish bilan birga bizga nurg'un bilimlarga ega bo'ldi. Bo'lsa bu programmani uzib qo'ymay, taxmin mazmunini kengaytirib, bo'lsa mush programmani to'g'ri cho'nqurgan asosda ishlab, keng ko'rmanlarniki mushunda badiiy o'ziq ilib, ko'plagan yoshlarniki dadillik bilan mush sahnaga chiqib, o'zini namoyon qilib, o'ziga jup topilishni keyingi baxtli turmushni boshlashni umid qilaman. Elchi sahnasida tunji uchrashish emas, tunji qitim yuz bergan ajoyib ishlarni ko'p ko'rdik. Yigit bakrak xalab, qiz bo'pti. Fursat berib baqay deb ikkilanib turib tushib ketish mana bugun tunji qitim. Biz bularning bundan keyingi safarlarga alohida diqqat qilamiz. Bularga ko'ngil bo'lamiz. Bularni kuzatamiz. Bular haqidagi uchurlarni sizlarga so'zlab beramiz. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamiz oxirlashdi turibdi. Yigitlar, sizlarga Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan yuqori qo'yiqlikdagi